Hurmatli savoldoshlar, bugungi hikoyamiz yaxshilikdan vafo, eskilikdan jafo keladi. O'tgan zamonda Asim va Qasim ismli ikki savoldosh o'tgan ekan. Ular mahalla madrasasidagi donishmand ustoz qo'lida o'qiydi ekan. Bir kuni bu ikki shogirdning bilimini sinab ko'rmoqchi bo'lgan ustozi ularga "Vafo degan nima? Jafo degan-chu?" deb savol qo'yibdi. Ikkilan har qancha o'ylabmi bunga aniq javob berilmagandan keyin donishmand yuqorqi mahallada ikki bo'y bor. Bu savolning javobini oshular biladi. Shulardan bilib kelinglar, debdi. Asim terishqoq ham chiqishqoq muloyim ekan. Qasim urushqoq, ishtor, ho'rin ekan. Asim nurg'un nasihat qilib yuqorqi mahallaga berishga Qasimni aran ko'ndiribdi. Ular yuqorqi mahallaga berib birinchi buvayning hovlisiga kirsa, hovla bekmi ozoda. Mahalladagi cho'ng-kichik hammaylar bu buvayni o'z dadasidek hurmatlab, oyog'i uzilmay kirib ahvol so'rab, uning ig'ir yenik ishlarini qilib beradi ekan. Buni ko'rgan Asim, "Buva, yashaganlarda mundoq zo'r hurmatga qandoq erishdilar?" deb so'rabdi. Buvay, "Balam, men yoshligimda kishilar bilan chiqishib, topqinimni mahalladagilar bilan tanglab, tanxashlab, bor yo'qimni ayamadim. Hech kimni ranjitmadim. Qo'limdan kelishicha boshqalarga yaxshilik qildim. Qiyirg'inimda mahalladagilar hurmatlab, menga vafo qildi. Hech qanday yolg'izchilik tortmay, obdan ketyapman", debdi. Ular ikkinchi buvayning hovlisiga kirsa, hovla bosqinchilikqa to'shqan bo'lib, buvay nihoyatda qiyin turmush o'tkazayotgan ekan. Buningdan hayron bo'lgan ikki savoldosh, "Buva, nimishqa bunday qiyin turmushga qoldingiz?" deb so'rabdi. "Bolalarim, meningdan nasihat shuki, yoshliqinglarda boshqalar bilan chiqishib o'tib, qo'linglardan kelishicha boshqalarga yaxshilik qilinglar. Men yosh chig'imda tarso, gumonxo'r, fosiq edim. Bu mahallada men urushmagan biror odam yo'q. O'ylasam, shuncha yoshga kelguncha biror kishiga yaxshilik qilmabdiman. Shunga qiyirg'inimda yetguncha jafo tortyapman", debdi. Asim bilan Qasim ustozining oldiga kelib, ko'rgan va anglaganlarini so'zlab beribdi. Shundan keyin donishmand ustoz ularga, "Esinglarda tutinglarki, nima dersang, qayrag'anda shuni o'raysan. Yaxshilikdan vafo, eskilikdan jafo keladi", debdi. Bu ma'nili gapdan Asim kulimsirab, Qasim pushaymon ilkida qiziribdi.